narxini shunchaki o'ylab turing. Dunyo tan olgan brend, dunyo tan olgan model. O'lmas kashshe modellardan. Любой yo'lga haydab kirib ketaverasiz, hech qachon sizni uyaltirib qo'ymaydi. Toyota Prado 150 talik, 2.7 motor, qop-qora kraska bo'lgan joylari bor. Va shu eshiklarda krilo, innar yo kriloda. Oldi chaslari butun. Hadovoy, motor, korobka hech qanaqa ishi yo'q. Ya'ni umuman uyaltirib qo'yadigan maz deyaptilar. Maza qilib tepib, любой yo'llarga kirib haydab yuraverasiz. Ne jalka-da bu narxga bor-ku. Mana qarang, mana shu kojasini almashtirib olasiz yoki nakitga taqib olasiz. Qolgan joylari mana ko'rib olsangiz bo'ladi. Bunaqa narxga ishoning 150 talik ko'rmagan bo'lsangiz kerak. Tam bilmadim. 30 ming ham emas, 29 ming ham emas. 26900 ga bosib olsangiz bo'ladi. 26900 ga srashni tarqatib tashlaydi, tepib. Nijalka haydash uchun bundan ortiq